To'g'rirog'i, bu kitobni qo'limga olib, sen oydek uzoqsan malagim. Juda xursand bo'ldim, kayfiyatim baland bo'ldi. Chunki bizga bolaligimizdan tanish bo'lgan shoir Amirqul Polkan. Bu shoirni tomirlarida haqiqatdan ham genida, fitratida shoirlik yotadi. Chunki bular sulolaviy shoir. Polkan shoir ijrosidagi dostonlarni eshitmagan o'zbek bo'lmasa kerak. Bizni xonadonimizda masalan o'sha Alpomish, Go'ro'g'li va Kuntug'mish kabi dostonlar bo'lardi. Shu dostonlarni uzun qish chillasi paytida men yoshi katta odamlarga o'qib berardim, chollarga o'qib berardim. Qiroat bilan o'qib berardim. Ular juda berilib quloq solardi. Mulla o'qir zabardi, usta urar tabardi, yura bachchaning oyoqlari qabardi. Shu satrlar esimga qolib ketgan. Avazxon, Hasanxon, Go'ro'g'li, Yunus Pari, Misqol Pari, G'irko'k. Bu masalan obrazlar, bu timsollar bizni o'zbek millatini mardlikka, jangorlikka undagan, ularni qalbidagi ulug' tuyg'ularni, hislarni, vatanga bo'lgan muhabbatni tarbiyalagan. Bo'lgan shoirni farzandlari Umarqul shoir, Umarqul Polkan va u kishining farzandlari Amirqul Polkan. Bular qaranglar. Izma-iz bizning millatimizga, vatanimizga xizmat qilib kelgan shoirlar hamisha. Amirqul Polkanni men qadrlayotgan tomonim yozma adabiyotda ham kuchli edi u kishi. Nafaqat og'zaki adabiyotni bilish, balki yozma adabiyotda ham o'ziga xos uslubga ega bo'lgan, o'ziga xos ovozga ega bo'lgan baland rutbali shoir edi. Mana bu kitob bilan men muxlislarni tabriklayman. Bu kitobni chiqishi o'zbek she'riyatini shaydolari uchun katta tuhfa bo'lgan. Shubhasiz bu davomiy bo'ladi. Amirqul Polkan she'riyatini biz xalqimiz ichida targ'ib qilishda doimo faol bo'lishimiz kerak. Negaki shu kecha kunduzda adabiyotni targ'iboti, xususan she'riyatni targ'iboti muhim masala bo'lib oldimizda turibdi. Xalqimiz, millatdoshlarimiz hamisha shoirlarni e'zozlagan, qadrlagan, Amirqul Polkanni she'riyatdan barpo qilgan haykali abadiydir.